Mamlakatimizda aholi bilan bevosita va ochiq muloqotni ta'minlash, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni joyida bartaraf etish yuzasidan aloqa va axborotlashtirish sohasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, aholining aloqa va axborotlashtirish sohasida mavjud muammolari hamda murojaatlarini o'rganish maqsadida 2 kun davomida O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi O'zkom nazorat inspeksiyasi rahbari Farruh Rustamov Buxoro viloyatida sayyor qabullarni o'tkazdi. Qabulning ikkinchi kuni Qorako'l tumanida tashkil etildi. Ilgari xabar qilinganidek, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish va ularni qabulini tashkil etishda aholi uchun qulayliklar yaratish hamda murojaatlarda bayon etilgan masalalarni tezkorlik bilan joyida hal etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi O'zkom nazorat inspeksiyasi rahbari Farruh Rustamov Buxoro viloyatida 2 kun davomida sayyor qabullarni o'tkazdi. Qabulning ikkinchi kuni Qorako'l tumaniga tashrif buyurgan Farruh Rustamov dastavval Hindiston davlatining Acharya institutiga tashrif buyurdi. Ushbu tashrif institut faoliyati, ta'lim jarayoni va raqamli infratuzilmasi bilan tanishish, shuningdek, O'zbekistonda axborot kommunikatsiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni xorijiy ta'lim muassasalari bilan o'zaro tajriba almashinuvi orqali mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan. Tashrif davomida Farruh Rustamov institut rahbariyati va mutaxassislari bilan uchrashib, ta'lim yo'nalishlari, professor-o'qituvchilar tarkibi, talabalarning raqamli bilimlari va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni bilan yaqindan tanishdi. Shundan so'ng Qorako'l tumani xalqaro matematika maktabi binosida sayyor qabul boshlandi. Sayyor qabulda Qorako'l tumani hokimi o'rinbosari, Raqamli texnologiyalar vazirligining Buxoro viloyat hududiy sho'basi boshlig'i, soha korxonalarining viloyatdagi rahbarlari, mobil aloqa operatorlari vakillari va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Bugungi kunda eng muhim bo'lgan telekommunikatsiyalar yo'nalishida internet xizmatiga ulanish, internet tezligi sifati hamda mobil aloqa xizmatlari sifatiga doir masalalar yechim topmayotgani to'g'risida yuridik va jismoniy shaxslarning, fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Sayyor qabulda 6 nafar mansabdor va jismoniy shaxslarning uz onlayn internet xizmati va mobil aloqa xizmatlari sifati, internet xizmatiga ulanish masalalarida murojaatlari qabul qilindi. Internet xizmati sifatiga doir qabul qilingan murojaatlar yuzasidan joyida o'rganishlar tashkil etilib, ijobiy hal qilindi. Internet xizmatiga ulanish va mobil aloqa xizmatlari sifati yuzasidan qabul qilingan murojaatlarga bajarilish muddatlari talab qilinganligi sababli ijobiy hal etilishi nazoratga olindi va bu to'g'rida murojaatchilarga tushuntirishlar berildi. Tashrifning keyingi qismida Qorako'l tumanidagi Do'rmon mahalla fuqarolar yig'inida mahalla yettiligi a'zolari bilan uchrashuv o'tkazildi va ish faoliyati atroflicha o'rganildi. Uchrashuv davomida mahalladagi o'zgarishlar, mahallaning raqamli infratuzilmasi, internet va mobil aloqa bilan qamrab olinganlik holati, eng dolzarb muammolar, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi muhokama qilindi. Mahalla faollari bilan ochiq muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda aloqa xizmatlari sifati, internet ulanishidagi muammolar, jumladan og'ir hudud toifasiga kiritilgan joylarda infratuzilmani rivojlantirish zarurligi alohida ta'kidlandi. Farruh Rustamov mahallaning real holatini o'rgangan holda O'zkom nazorat va boshqa soha tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan aniq chora-tadbirlarni belgilab o'tdi. Mazkur uchrashuvlar Qorako'lda aholini quyi qatlamlari bilan jonli muloqot o'rnatib, aloqa va axborot texnologiyalari sohasidagi muammolarni joyida aniqlash va yechim taklif qilishda muhim qadam bo'ldi.